Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, efirda Samarqand tamadduni ko'rsatuvi. Samarqand asrlari davomida Sharq va G'arbni bog'lagan buyuk Ipak yo'lining yuragi, ilm, fan, madaniyat va ma'naviyat beshigi sifatida butun dunyoga tanilgan. Ayniqsa Amir Temur va Temuriylar davrida u nafaqat ulkan davlatning poytaxti, balki jahon tamaddunining yirik markaziga aylandi. Bugungi ko'rsatuvimizda ana shular haqida so'z yuritamiz. Biz ko'pincha Sohibqiron Amir Temur va Temuriylar davri haqida suhbatlashganimizda aynan bizning kimligimizni bilmoqchi bo'lsang, biz qurdirgan imoratlarga bog' degan so'zlari yodimizga tushadi. Va tabiiyki, aynan o'sha davrda ko'plab bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Yangi bino inshootlar qurildi. Hunarmandlar, san'at ahli, madaniyat ahli qo'llab-quvvatlandi-da. Aytingchi, aynan o'sha davrlarda qurilgan binolarda biz amaliy san'at namunalarini kuzatishimiz mumkin. O'sha davrda, ya'ni Amir Temur va Temuriylar davrining san'ati haqida bir gapirib bersangiz. Temur va Temuriylar davrini esga olganda, albatta ular barpo etgan o'sha me'morchilik obidalari ko'zga tashlanadi birinchi o'rinda. Bularni bezashda koshinkorlik, ganch o'ymakorligi, naqqoshlik, amaliy san'atning ko'plab turlarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari tasviriy va amaliy san'at deyapmiz. O'sha davrda bugungi davr bilan qiyoslaganda tasviriy san'atni biz grafika, rang tasvir, haykaltaroshlik namunalari, asar namunalari bilan esga oladigan bo'lsak, bu davrda bevosita bu san'at turlari barchasi miniatyuraga kirib ketgan. Miniatyurada mana Ibn Arabshoh Samarqandda yozadiki, Samarqand saroyining devorlarida mahobatli asarlar bor edi. Ya'ni miniatyuraga xos bo'lgan asarlar. Bunda o'sha Temur, uning oilasi, nabiralari, malika va kanizaklarining tasvirlari ishlangan edi deb yozadi. Bu bilan biz bilishimiz mumkinki, miniatyura asarlari bugungi kunda kichik o'sha teriga yoki kitobat san'atida qo'llaniladigan kichik hajmdagi san'at emas, balki o'sha devoriy katta tasviriy san'at darajasida ishlangan asarlarni ko'rishimiz mumkin. Yana xuddi shunday miniatyura asarlaridan biz misol keltirishimiz mumkin. 1435-yil o'sha Sherozda hamda 1467-68-yillarda Hirotda qayta ko'chirilgan Zafarnoma asarida bir miniatyura tasvirlanganki, bu miniatyura aynan Amir Temurning shaxsiga yaqin bo'lgan tasvir deb topilgan. Sababiki u yerda bilamiz, Amir Temur hayotiylik davrida uning suratlari yo'q edi. Unga yaqin qilib ishlangan miniatyura asari deyishimizga sababki, u yerda o'sha Balxni istilo qilgandan keyin hokimiyatni qabul qilib olayotgan Amir Temur taxtda o'tiradi va bir oyog'i yig'ilgan, bir oyog'i pastga tushirilgan holatda tasvirlangan. Bunda o'sha Temurga xos viqor, shohga xos viqor, yana o'sha turkiylarga xos bo'lgan liboslar, shohona liboslar, bundan tashqari esa yana bitta Temurni bizga eslatuvchi elementlardan bittasi o'sha bir oyog'ini pastga, bir oyog'ini yig'ib o'tirganda o'sha uning oqsoqligini tasvirlashga, ochib berishga, ya'ni o'sha miniatyura asarini reallikka bog'lashga harakat qilgan rassomlarni bilishimiz mumkin. Bu asarlarni o'z davrida mohir musavvir Kamoliddin Behzod va uning ustozi Miroq naqqosh tomonidan ishlangan degan bugungi kunda o'sha san'atshunoslarning
ko'plab o'sha muhokamalariga sabab bo'lmoqda. Ham miniatyurada, ham amaliy san'atda, koshinkorlikda bularning rivojida Amir Temurning hissasi juda katta. Chunki bilamizki, Temur o'z vaqtida amaliy san'at ustalarini Erondan, bir qancha Hindistondan, ko'plab o'sha chet davlatlardan olib kelib, shu yerda me'morchilikni, ya'ni me'morchilikda amaliy san'atni qo'llashlariga imkoniyat yaratib bergan. Binolarda o'sha ko'k rangda ishlangan, asosan ko'k rangda ishlangan, lojivard rangida ishlangan naqshlarga ko'zimiz tushadi. Tillo bilan ishlangan naqshlarga ko'zimiz tushadi. Bularning asosini islomiy naqshlar va geometrik girih, gulli girih naqshlari tashkil qiladi. Bunda spiralsimon lozalar, gajaklar asosiy rolni o'ynaydi islomiy naqshlarda. Yana shuni alohida ta'kidlash kerakki, tasviriy san'atning amaliy san'atga ko'chgan paytda naqshlar shunchaki naqsh emas, naqshlarda yozuvlar paydo bo'ladi. Ya'ni har bitta naqsh elementlari ma'lum bir falsafiy mazmun, ma'noni aks ettiradi. Har bitta geometrik jism ham o'sha falsafiy ma'noga egaligini biz bilamiz. Amaliy san'at maktablarida o'ziga xoslik mujassam bo'ladi. Har bitta me'morchilik obidasi uchun alohida ishlangan amaliy san'at namunalarini ko'rishimiz mumkin. Mana shaharsozlik nuqtaidan qaraydigan bo'lsak, Amir Temur davrida juda katta shaharsozlik rejasi ishlab chiqilganda, bu rejada o'sha kichik tugunlar deydi, birinchi dastlab mahalla tugunlari, ana undan keyin guzar tugunlari, undan keyin shahar markazlari rivojlangan. Bular o'z navbatida dominant ushlab kelgan, ya'ni mahalla markazida o'sha masjid, ikki qavatli uylar, bir qavatli uylar, ustaxonalar bilan keladigan bo'lsak, undagi naqshlar, naqshinigorlar, bezaklar oddiyroqdan va guzarlar, ya'ni mahallalarni birlashtirgan guzarlar, qit'alar deyishadi, kvartallar, ya'ni bularga o'tganda naqshlarning o'sha boyitilgan jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Ana undan keyin markazlashgan, ya'ni misol uchun markazlashgan tugunlardan eng kattasi bizda Registon. Registonga yig'ilgan ko'chalar o'sha xuddi o'rgimchak to'ri kabi Registonga yig'ilgan va bu yerdagi naqshlar umuman boshqa. Ya'ni shaharni shunday markazlashtirish g'oyalari ustida ishlangan, juda mukammal ishlangan. Va bezaklar ham shunga munosib tarzda o'zgarib borgan. Ya'ni o'sha kichik ma'noda mahallalarda, o'rta ma'noda o'sha guzarlarda va markazlarda murakkab naqshlarni ko'rishimiz mumkin.